Assalomu alaykum. Bugun perforatsiyalangan peptik yara haqida, ya'ni oshqozon yoki 12 barmoq ichakdagi yaraning teshilib, o'sha oshqozon yoki uning ichidagi mahsulotlarning qorin bo'shlig'iga tushishi haqida gaplashamiz. Bunday holatlarda kimlarda uchrashi mumkin? Avvaldan oshqozoni yoki 12 barmoq ichagida yara bor bo'lgan bemorlarda bunday kasalliklarning, bunday holatni uchrashi yuqoriroq boshqalarga nisbatan. Lekin o'z bilmagan holatda oshqozoni og'rib yuradigan odamlarda ham bunday holatlar bo'lishi mumkin. Asosiy sabab esa o'sha qorin bo'shlig'idagi yara bo'lishi. Unga sabab esa Helicobacterium pylori yoki uzoq vaqt davomida nosteroid yallig'lanishga qarshi vositalar, aspirin, furat, Forsil yoki Nimesil shunga o'xshash dorilarni uzoq vaqt davomida ichishda sababchi bo'lishi mumkin va bundan tashqari stress ham sabab bo'lishi mumkin. Bunday holatda agar o'sha yara teshilib, oshqozondan ichak bo'shlig'i, qorin bo'shlig'iga mahsulotlar tushadigan bo'lsa, dastlabki belgilari ko'ngil aynishi, qusish, isitma va tez-tez yurak urishi bilan belgilar namoyon bo'ladi va bunday holatlarda qorin xuddi peritonit rivojlanishi natijasida qorin taxtadek qattiq bo'lib qoladi va bemorning rangi oqarib ketadi ko'p holatlarda. Chunki qon yo'qotilyapti va bundan tashqari infeksiya ham qo'shilib boryapti. Diagnostikasida albatta rentgen, ultratovush tekshiruvi, kompyuter tomografiyasi yordamida o'sha qorin bo'shlig'ida havo va suyuqlik borligi aniqlanadi. Davosiga to'xtaladigan bo'lsak, bu zudlik bilan jarrohlik amaliyotini talab qiladigan holat. Bunda o'sha yarani tikib yopib tashlash va qorin bo'shlig'iga tushgan suyuqlikni chiqarib, drenaj qilib tozalab tashlashdan iborat bo'ladi va bu o'ta muhim holat hisoblanadi. Agar buni kechiktirib boriladigan bo'lsa, 3 sutkagacha davom etadigan bo'lsa, uzog'i uning kasalning saqlab qolish ehtimoli 1 sutkadan ko'ra 90% holatda bemorni saqlab qolish imkoniyati 10% ga tushib ketadi 3-sutkaga o'tganda. Shuning uchun bunday holatlarni oldini olish uchun ko'ngillanishi yoki qayt qilish bilan bog'liq birorta belgi sezildimi, zudlik bilan shoshilinch tibbiy yordamga murojaat qilishni tavsiya qilib qo'yardim. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kun biror kasallik haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.